Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 91. saniylik görüşmelerini kızgın karşıladığımız ben Abdullah Yalqın. Kadirli görmelerimiz hem Allah'a malum boğandak bu programımızda her bir Müslüman çukum nihayet roşen delille asasıda düşünüş gerek boğanmış hayatımızdaki her xil sahalega yetildiğin meselelerini ayrım tema şekilde huzuruna sunup geliyoruz. Rabbim ömür bergen müddetçe inşallah devamlaştırıp getirişimiz. Rabbim inşallah bu programlarımızdaki söylengen her bir meselelere şununla tigişlik bizde bir tuygu, özgürüş hasıl kılıp hayatımızga kılçılık bir yeni mezmun kuşalırsak Rabbimiz, Peygamberimiz, dinimiz razı boğdu şekilde yaşayalırsak hayatımızga biraz bir özgürüş kuşalığın bulsak bu bizden en çok vaktimiz oldu. Bunu ümit kılımız. Programımızın daimlik mehmine hemen tanışıp boğan hürmetlik Ustaz Dünya Müslüman Alimler Birliği azası şunakla Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşıgari'ni teklif olduk. Kıymetli vaktini çıkarıp kadem taşıp kılın Allah için köptün rahmet ediniz. Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık Naq Meydan'dan tarihli otudu. Ekran alda çıkıp duruyatkan numarımız şunakla İctimai ufşur vasıtadaki alaqı vasıtlarımız arkalık programımızga alaqadar arqana fikir teklif bolsa yoldaşlarını şunakla suallarına bolsa hem soruşlarını ümit kılımız. Şunakla köpligen qeyrindaşlarımızın paydalanışı üçün hem bəhərləb qoyuşuna hem unutmayıslar. Bugünkü temamız biz tünügün elanımızda bəgəndək nəhayət muhim temalardan biri İslamның güzelliğine konulan çan tozanlığı. Dedik, amilette her bir Müslüman bu mavzuğa qaraplam, amilette Rabbimizden bu dini İslamımızga hiç qandaq bir məxluq onunla çan tozan, onunla bir qarı sürkiyemeydi. Allah'ın dini bu din. Ama lakin biz bulup Müslümanlar bu diniga təvə, bu diniga itiqad qılğışıyla dep durup biz Müslümanlar amilette şu dinimizin körsetmesiga layık şekilde mamağanlığımız sebebiden başkalarının közde özümüz şu Müslümanlar itiqad qılğışlar bu üstümüz bilen onunla her xil çan tozanını qondurup almamız hem de. Bizning sebebimizin, bendining sebebinden bulduğun neresi işgalliğini bunu qandaq tutuş gereklikimizni inşallah programımız devamında söylep ötümüz. Kirip kelsek onda olsa ustaz bu çan tozanlarını söyleşten burun aldı bilen İslam'ımızdaki güzellik yani İslam'ın güzelliği bu. Güzellik okumağa qandaq qaraydı. Yani nimege bağlıq bu İslam'daki güzellik diyen meseleni biraz düşündürürken basak. Merhamet. Emniyette insanın Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'a hamsına, Peygamberimizge dua salamlar olsun. Emniyette insanın güzelliği, ahlakı münasebetli. Hoş. Çünkü qaraydigan bolsak, başkalar bir insanın ibadeti, qarashı ilgili onun ahlakı qaraydı. Onun başkalar qanda muamil qıldıqanlığı qaraydı. Onun baylığı qarmaydı. Onun ki yuqur unvallıq insan boğanlığı qarmaydı. Ya ki yani bir mensibi qarmaydı. Başkaları qandaq muamil qılıdı. Yaxşı muamil qılandı ya ki nacar muamil qılandı bunun qaraydı. Şuna güzellik ahlakı bağlıq deyəliyimiz. Çünkü İslam dini güzel ahlak teşebbüs kılır. Güzel ahlakni Müslümanlıkның takazzası, ifadesi de qaraydı. Güzel ahlaklık boğan insanları bu dünyada olsun, ahirette olsun yüksek mertebege, şerefke, hürmetke, savap igi oludu deb qaraydı. Hep şunaqla güzel ahlakın ibadetinin ki tesiri, aqidinin ki sadası deb jakalaydı. Bu sebepten İslam dini her bir Müslümanı güzel ahlakını özleştiriş sahasında rekabetleşke ve bu sahada ciddi meydanda duruşka teşebbüs kıygan kızıqtı var. Mesela buna qatardan Peygamberimizin bir sözü var. İnne min ahabbikum ileyye ahsanukum ahlak. Mena en yakın boğanlar. Mena ümmet oluş şerifige irşalaydiganlar. Men Peygamberimninki bir ägeçkisi deydigan bu salayetini kol keltirişke urundiganlık qanday adamlarsa ahlak en güzel o adamlar. Hoş. Demek mena yakın turaysanlar
Mening shafaatim kirishaydi sanglar. Men yetaklagan, boshlagan yo'ldan mangay desanglar, axloqinglarni tutinglar. Boshqa gapni qo'yib turib, dastlabda axloqinglarni o'zlashtiring. Shu vaqtida mening ummatim bo'lishqa, menga yaqin turishqa, shu vaqtida endan salohiyatlarni to'shadi. Yana qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisalom o'zining bu dunyoga payg'ambar bo'lib kelganligidan iborat nishon maqsadlarning qatorida go'zal axloqni qanot yoydirish va to'liqlash deb tashabbus qilgan. Mening bu dunyoga kirishimninki g'oyib maqsadlarimning birisi go'zal axloqni qanot yoydirish. Garchi bu haqda bir qanchaligan nishon maqsadlar bo'lsa-mu, maqsadlarning birisi go'zal axloqni to'liqlash, qanot yoydirish degan. Chunki go'zal axloq bu islom dinining asoslaridan birisi. Qo'shimcha bir ish emas. Tarmoq ish emas. Namoz o'qib qo'ysak ham axloqimizdan bosib o'tadigan ish emas. Biz zakotimizni o'z berib qo'ysak axloqimiz pasib bosib o'tadigan ish emas. Yoki musulmonlik shuariga shahodat kalimasini aytib qo'ysak axloqimizdan bosib mayl bo'ladigan ish emas. Axloq aqida bilan birlikda, ibodat bilan birlikda, islomning boshqa tuzumlari bilan birlikda islomning halqiliq bir qismidan iborat. Shuning bilan birlikda bu go'zal axloq bu millatning kuch-quvvat manbasi hisoblanadi. Millatning hamkorligi, birlashishidagi asos hisoblanadi. Qachoniki millat axloqi go'zal bo'ladi ekan, bu millat kuchaydi. Hamkorlik, inoqlik, ittifoqlik oldiga qarabman. Qachoniki millatning axloqi buziladi ekan, bu yer buzilishning dairasi kan. Masalan, sotqinlik, axloq qizil, shpiyonlik, josuslik, düşmanparastlik, ya'ni Xitoyparastlik, huquqqa aldinish, mansabga aldinish, shuhratga aldinish, manmanchilik, hasad deganga o'xshash bu nachar axloq qaysi bir millat avj olgan, bu millat zavolliq yuzlandi ham ojizlaydi. Agar bu illatlardan qutulsa, go'zal axloq ega bo'lsa, bu millat oldiga qarab maqdi, taraqqiy qildi, taximmo kuchlandi. Bugungi ijtimoiy uchur vositalardagi axloqimizni reallik qarab baqadigan bo'lsak, halol harom deydigan yak diqqat qilmaydigan bo'lib qoldik. Bundan savob ya gunoh deydigan prinsip qilma, parvo qilmaydigan bo'lib ketdi. Yaxshi deydigan, yaxshi yak yomon deydigan qoidani e'tibor qilmaydigan bo'lib ketdi. Balki nima ko'nab qoldik? Yak nimaga odatlanib qoldik desa, tillaydigan, haqoratlaydigan, bazaplik, til bazaplik qildigan va shuning o'xshash bir nachar ishlar, burmuch ishlar. Buning hammasi biz ko'nab qoldik. Odatlanib qoldik. Xuddi oddiy bir ish bo'lib qoldi. Birisi ochchig'imiz kelib qolsalar, to'xtabdi, shaytonning besulay deydigan yer emas, tillaydigan, dunyo bozoriga soladigan, haqoratlaydigan, yuzini to'kadigan bir holat shakllanadi. Axloqimiz kundan kuniga passiblashmoqda. Axloqimiz kundan kuniga nacharlashmoqda. Bu haqiqatan ichinishlik bir holat. Endi bu axloqninki muhimlik to'g'risida yani biraz to'xtalgan vaqtimizda bu axloq yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, boshqasi yo'q edi. Ta'sir ko'rsin. Hadisda deyilgandek, ya foydali tarafini olib keldi yoki ziyonli tarafini singdirdi. Shuning uchun bir odam bilan do'st bo'lmoqchi bo'lsa, uning bilan bir sabtda mangmoqchi bo'lsa, u bir tashkilot a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, uning bilan bir ish harakat qilmoqchi bo'lib qolsa, uning axloqini qarab baqish lozim. Çünkü Peygamberimiz bu to'g'risida el-mar'u ala din khalili. Bir odam do'stining dinida bo'ladi dedi. Ya'ni do'sti kapros deganlik emas. Ya'ni bir insonning do'sti shu insonning diyonatiga, dindorligiga, musulmondorligiga ta'sir ko'rsatadi. Agar u odam dindor odam bo'lsa, samimiy odam bo'lsa, ixlosmand bo'lsa, go'zal axloqli bo'lsa, buning ta'sir ko'rsatib bu tarafga boshlaydi. Agar u odam fosiq bo'lsa, fosiqligini so'ndirdi. Masalan, bangi o'lab qolsa, bangiligini so'ndirdi. Aroqkash o'lab qolsa, aroqkashligini so'ndirdi. Bugungi zamonning tili bo'yicha Xitoyparast bo'lib qolsa, Xitoy bilan yazsak bo'laverdi, nim bo'ladi ekan, o'miz yashayanmaydik deydigan bo'lib qolsa, Xitoyparast qilib o'tadi. Ba'zilarning qo'pol tilda olib aytgan vaqtida avtonomiya bo'lib qolsa, avtonomiya qilib o'tadi masalan. Shunga o'xshash.
Bu xatarlik masala. Bir odam do'stining dinida. Demak, sen do'st bo'layotgan odamning ahvoli qanday bo'lib qolsa, seni aşağıya tortib ketib qoladi. Diqqat qilsin. Kim bilan do'st bo'lasizlar? Buningga obdan diqqat qilib, endi do'st tutinglar. Yani bu noktada eskartish tegishli masalalardan birisi inson go'zalliginiki 20 tilda bo'lib qolsa 20 aqlida bo'ladi. Bu bir hikmet bir gap. Lekin tildagi go'zallik aqldagi go'zallikning manbasi nedir? Ruhning pokizligidir. Qalbining pokizligi. Demak, bir odamning qalbi pokiz bo'lmay qolsa, uning tili pok bo'lmaydi. Uning aqli pok bo'lmaydi. Chunki qalbi pok bo'lmagandan keyin aqli buzuq ideya tashabbus qilishi mumkin. Tajovuzchilarning, mustamlikchilarning falsafalarini bozorga serishi mumkin. Hatta 2019'ga kadar, yakın zaman kadar aramızda bugün bozorga chiqib olgan ba'zilar Xitoy tajovuzchi deyman, Xi Jinping efendim deb yo'g'on qalpoq hurmat so'zi bilan xitob qiladi. Demek bu qalb pok bo'lmay qolsa aqlni tamamen pok bo'lmaydiganligining bir alamet. Xo'sh. Bu sebepten Peygamber aleyhisselam eynek qaragan vaqtida dua qiladi. Mening chiroyimni go'zal qilgandek axloqimning go'zal qilsizlar deb dua qiladi. Bu Peygamberimizning axloqining go'zal ekanligiga shak yo'q. Ammo bu orqali Peygamber aleyhisselam bizga bir dars bermoqda. Yani sirtqi ko'rinishga bakrak ahamiyat berishdan ilgari ma'naviy tinglarga ahamiyat beringlar. Sirtqi ko'rinish muhim, lekin qalbinglarning pokligi muhim. Xo'sh. Tilinglarning pokligi muhim. Axloqinglarning go'zal bo'lishi bu intayin muhim. Chunki insonning go'zalligi uning chiroyida emas, uning yuzida emas. İnsanning go'zalligi uning ruhiy dunyosida. İnsanning go'zalligi uning aqliy tafakkurida, dunyo qarashida, uning axloqida. Mana qaraydigan bo'lsak, dunyoda nurg'unlagan insonlar var. Chiroyi go'zal, yuzi go'zal. Ammo u insonning tilining bazabtiqidan, uning axloqsizligidan boshqa insonlar qochadi. Demak, go'zallik uning yo'q demak. Boshqalarni jalb qilish iqtidori yo'q degan gap. Xo'sh. Buningdan nima tushunib olamizsa, insonning go'zalligi axloqida. Boshqalarga qanday muomala qilish, ya'ni yaxshi muomala qilishida, insof qilishida, adil muomala qilishida hammadan muhimi o'zini yaratgan Parvardigoriga qanday muomala qilishga bog'liq. Ishniki beshi mishadi. Chunki bu qalb go'zalligi, munosabat go'zalligi Parvardigor bilan bo'lgan munosabatdan iborat. Bu go'zallik ahamiyat bermay, chiroy go'zallik ahamiyat berib qolsak, yoki mansab go'zalligiga ahamiyat berib qolsak, yoki ijtimoiy nupuz ahamiyat berib qolsak, chatoqdan chiqib qolish. Masalan, buni qatorida yuzimizga ahamiyat berib qolsak, chiroy go'zallik. Bu chiroy go'zalligi yillarning o'tishi bilan tugaydi. O'ttir yosh bo'lganda yo qarigan vaqtda tugaydi. Ammo qalb go'zalligi tugamaydi. Axloq go'zalligi tugamaydi. Ruhiy go'zallik, aqliy go'zallik tugamaydi. Demak, inson esqatadigan narsa bu. Yani bu digerlik chiroylik yo'q deganlik emas. Ammo inson asli ko'ngil bo'lishlik narsa, insonni insondek tutib turadigan narsa emas, ruhiy go'zallik, qalbning go'zalligi, ya'ni qalbning pokligiga munosabatlik. Yani bu temada Peygamberimizden bir sözü ahirlashtiraylik. İnnalloh jamilun yuhibbul jamal. Allah güzeldir. Güzellikni yaxshi ko'rdi. Bu yerda güzellik hamma doirani, hamma narsani o'sishga. Mesela Allah hamma da qalbning pokligini bak yaxshi ko'rdi. Allohga yetadigan taqvolik bo'lganlik uchun. Axloqning go'zalligini yaxshi ko'rdi. Tilning go'zalligini yaxshi ko'rdi. Ish harakatning go'zalligini yaxshi ko'rdi. Faoliyatning go'zalligini yaxshi ko'rdi. Shuning bilan birlikda qiyofatimizni, sirtqi ko'rinishimizning go'zalligini yaxshi ko'rdi. Ammo bizning sirtqi ko'rinishimiz go'zal bo'lib, ichimiz qo'ta bo'lsa, ichi yomon bo'lsak, hasadxo'r bo'lsak, shaytonparast bo'lsak, yoki xitoyparast bo'lsak, yoki islom cheklagan qaysi bir nachar axloq chiqib qolsak, u vaqtda bizning axloqimizdan so'z ochqin bo'lmaydi. Demak, bu yerda go'zallik bizda yo'q degan gap. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan shuning uchun
ölümalarımız, alimlerimiz dostluğunun kim ekanligini bana aytqan, senin kim ekanligini dep beray sana dep degan bu hikmetlik sözler. Hakikaten insanınki, dostununki arlaşıp atkan kişinin o insanın bütün yürüyüş duruşuga, hamnesiga, ahlakıga ta'sir kıldıganlığının. Elbette hadislerden nurgulluğan mesela hadisler keltirilirkende vaktimiz bu yarbağımız. Yana Allah'ın nezargahı bolan insanın kalbinin ne kadar mühim ekanligi. Kiyim keçkimiz, taşqi görünüşümüzge Allah'ın karma belki bel yandur ila qulubikum. Kalbinizge ve amellerinize qarayıp degan hadisga asasen. Rabbim ana şunday güzel ahlaklı, güzel Müslümanlardan kılışını tileyimiz. Hem de şu İslam'daki güzellik misallardan bir kança tilga alsak bir şeyden. İslam güzellikni söylediğindir diye. Hoş. Bunu kesip aytalımız. Çünkü İslam'ın özü bir güzellik. Güzellik İslam'ın karakter. Kabih olgan narsa İslam'dan qatardan, İslam'dan cümlesinden. Qaysi bir narsa qabih olgan o narsa İslam'dan qatardan. Mesela yalğançılık İslam'dan qatardan. Hasadxo'rlik İslam'dan qatardan emas. Bölgünçülük İslam'dan qatardan emas. Nadallık İslam'dan qatardan emas. Ansızlık İslam'dan qatardan emas. Ahlaqsızlık, qo'ymachılık, aldamçılık deyli hemisi İslam'dan qatardan emas. Çünkü bu narsaning hech qanday birisi güzel emas. Hoş. Yani güzel bo'lgan narsa İslam'daki karakteridir. Endi biraz bu taraf qarasak, yani biraz oylansak, İslam'ın akidesi mi güzel? İnsanın özüge celep koyun. İbadetleri mi güzel? Akıllık uygun. Şeriatı güzel. Dünya karşı güzel. Dünyaya rahmet, adalet olup gelgenlik güzel. Başkalarga, yani başka dindikilerge, başka ekimdikilerge muamele kılış ahlakı bu mu güzel? İslam'ın adaleti, karaylı, beraberliği, erkinliği de ibaret. Bu kıymet karşılar karşısak bir güzellik var. Düşman olup kalsın adaletin ayrılmaz. İnsanın kulluğundan çıkarıp fakatlam yaratıcılıkla kul olsa başkasına kul olmasan diye. Felsefe sevmedin güzel. İnsanın kan kosağılığı bir güzel. Bu dinin insanın karakterine uygun, aklani bir din işkelliği. Hemmeden ilgili insanın erkinliğini teşebbüs kıldığın bir din işkelliği bu bir güzel. Qaysı taraftan karşısak İslam'ın güzelliği manimende. Aklımızda işlersek görünüp durur. Bu sebepten İslam bu güzelliğini qoğdaş için İslam'a başkalarını kirgiziş için zorlaşkı bulmaydı. Güzelliğini qoğdaş. Besim kılışkı bulmaydı. Çünkü başkalarını İslam besim kılış bu sağlam iman şekillendirmek belki münafıklık iki yüzlümüne şekillendirdi. Hakiki iman neredeyse kalbinin kanaatı öyle asıl oluyor. Bazağı salımız, otturağı taşlayımız, kanaatlarını gelden Müslüman bulup kanaatlanmayın özünün halida özünün dinini kıl. Ama mecburlaş kılmaydı. Mecburlandığı o Müslüman bulmaydı. Değil mi şekillendirse? Münafık şekillendirdi, düşman şekillendirdi. Bu sebepten İslam dini özünün güzelliğini namayan kılış için güzel ahlaktan, dünyada misal görülmeydiğin peygamberimizin ahlakı ile özünü dünyaya sundu. Şu zamandaki insanlar yani bizden ifademiz boyunca sahabeler peygamberimizin ahlakının tesirini İslam'ın kubul kıldı ve dünyaya takat. Peygamberimizin güzelliği İslam'ın güzelliğinin inkasıydı. Namayansıydı, simoliydi. Qaysı taraftan qarsak güzellik görünüp durur. Çünkü peygamberimizden hayatı qarıgan insan, peygamberimizden körsetimiz qarıgan insan bir kabih haletini tasavvur kılamaydı. Hoş. Şuna oylandığan bolsak insan bilen İslam'ın güzelliğini, akidesinin güzelliğini, dünya karşının güzelliğini, dünyavi tüzümün güzelliğini, adalet perverliğini, İslam'ın insan perverliğini, kən qosağılığını his qıyğan, anqırğan insanlar İslam dinine kirmekti. Bugünkü terakki qıyğan dövrde bu noktalarını his qılarğan insanlar İslam dinine kirmekte, imanın lezzetini tetemekte ve İslam'ın körsetmelerine şekil vaz Müslümanlardan bekerek emel kılmaktı. Bundan başka İslam'ın güzel örneği soktulmazsa biz keyinki qatalarda yani keyinki basqıçlarda toxtalımız mümkün. Bu köp dairini öz işidir.
Nägili qarsak İslamның güzelligi ko'rinib tur. Ammo bizningki halimiz, bizning tasavvurimiz näde? Buni insof bilan o'yinib baqsak bo'ladi. Ko'p rahmat. Endi hakikaten deganlardek yani saatlarcha o'nlagan saatlik program qilsaqmi so'zlab tugatib bo'lmaydigan darajada yuqortili qilingan masalalarning har biriga ayrim tema qilib dars qilish tegishli masalalar har bir musulmon buni o'ylanishi kerak bo'lgan temalar. Endi mavzumuzni qo'ygandek yani islomning go'zalligiga qondirilgan müşkan tuzanlar. Muşnodun bir misal bilen bir qancha biz yani bizning xato amallarimiz sababli biz qondirib olgan bu çan tuzanlardan bir qancha misal keltirib tugatgan bo'lsak. Musulmonlar yani bizler dinimizi sağlam düşünemegen çağda hazır qilib ve İslamның dünya qarşı ve maqsadlar rioya qilmagan vaqtimizda İslamni güzel şekilde takdim qilolmaymiz. Xo'sh. Çünkü İslamni o'zimizda namoyon qilamiz. İslamның güzelligini o'zimiz tetiy olmadik. Bu sebepten mayli bizningki ko'zimizda olsun, mayli boshqalarningki ko'zida olsun, İslam güzelligini his qilmagan insonlar nazarda İslam tuprog'ida, İslamның osmonida, İslamningki zaminida qora bulutlar paydo bo'lishga boshladi. Çünkü güzellikni his qilinmaydi. Güzellikning ta'mini tetiy olmaydi. Güzel ko'rinishlarni insonlar musulmon bo'lgan insonlarningki tasavvurda, dunyo qarshida, yurish turishida axloqini his qilinmaydi. Bu sababdan qora bulutlar İslam tuprog'ini, İslam osmonini, zamin dengizdan yani qaplashga boshladi. Xo'sh. Bu sebepten başka insanların yani İslam'a tabi bulmayan insanların közleri qovalışıqı başladı. Yani İslam'a qarığa vaqtada sap görünme bir tuman bir aletini görmekti. Reallıqımız reallık. Onun üstüge bugünkü zaman teşviqat vasıları qaraydigan bolsak bir əsrning mabeyinde yani 20. əsrdə 20. əsr qoşa İslam'ın arqıda qalishdanki sababi deb tonuşturuldu. İslamni qulluqda qilishning sababi deb tashabbus qilindi yoki e'lon qilindi, tunishtirildi. Bizning alimizga o'xshash. Ham islomni arab dunyosiga o'xshab mustabidlikning sababi deb tuhmat qilindi. Islomni ayollarni kamsitadigan, huquqini bermaydigan deb tunishtirildi. Islomni ichki urush sabab bo'ladigan, nerede urush var bugun desa musulmonlarning diyoridir. Nerede xafalık var? Müslümanlar diyar. Nerede kan tökülüdü? Müslümanlar diyar. Bunun sebebi İslam. Terörlük nereden çıkıyorsa İslam'da deyilgan, İslam bundak oluşturmak. Bugün teşvikat vasıdır. Hem muşundak töhmet kılınmaktır. Reallık reallık. İslam dünyası bu eserde, aldığımız eserlerden koşular, Peygamberimiz tasvirlegende tacavuzchi ve mustamlikchi kuchlarniki dastıqini qaynab qoldi. Qayoqqa qarsak tajovuzchilik mavjud. Sharqda olsun, g'arbda olsun. Hattoki yaqin qadar g'arb dunyosidagi eng kuchli hammasi mustamlikchi, hammasi tajovuz etdi islom dunyosiga qarshi. Reallıqımız reallık. Hech kim inkor qilmaydi. Bugun bu mavjud. Har bir mustamlik bo'lsa, siyosiy mustamlik va iqtisodiy mustamlik va bugun Turkiyada ko'rayapmiz. Madaniyat mustamlikasi va fikriy tafakkur mustamlikasi va her taraftan qarşı var. Ama İslam'ın maqsadi insonni insoniy qulluqdan, insoniy mahkumlikdan ozod qilish edi. Reallıqmış. Endi bugungi musulmonlarning yoki islom dunyosining bu ahvol kelib qolishining sababi, ya'ni tajovuz kuchlarning dastig'ida yemek ichmakkan o'ylanib qolish sababi bu musulmonlarning sonining ozliqidan az emas. Yoki imkoniyatning yo'qligidan bo'lsa, ulardan emas. Xo'sh. Endi nima uchun musulmonlar bugungi kunda qolib qoldi? Sebep nima? En halkılık sebep musulmonlar o'zining dinining güzelligini his qilolmaydi. İkilnish ichida. İkilnish ichida musulmon amaliyatsizlik ichida, passivlik ichida, uxlash ichida, ya'ni bir sabablarni islomning güzelligini his qilolmaydi. İslamga yaraydigan bir musulmon bo'lolmaydi. İslamga arzigidek bir musulmon bo'lolmaydi. Ko'pinchimizning hali qarab boqaydi.
aqidada qarab baqayli, ibodatga qarab baqayli, axloqqa qarab baqayli, tasavvur, fikrimizga qarab baqayli, dunyo qarashimizga qarab baqayli, yurish turishimizda, tijoratimizda, siyosatimizda, tashkilotimizga qarab baqayli. Ba'zilarimiz qarasak, masjidga musulmon, fikr kirgancha kommunistlar mavjud. Reallik mavjud. Bir misal. Xo'sh. İslam'a yaragıdak bir musulmon bo'lanmoqdimiz. Muhammed aleyhisselam'a bütün insanlarınki en isili olan, eşrafil mahlukat olan Muhammed aleyhisselam'a erzugudek bir ümmet salayeti girişemmoqdimiz. Ama hemmimiz dava qilamiz Muhammedur Rasulullah deb. Ama şu layakat, şu salayet, şu peygamber epkelgen ko'rsatmaga amal qilib şunun yolunu tutup menişte qancha %ga tushar bizning mezonimiz? Jinga sabqas. Mesele bu yerda. İslam'a amal qilmaslikdan kelib chiqmab, bütün xafalıqlarni bilamiz. En ilgar, en güçler mevcut Müslümanların kolunda, lekin amal yok. His qilmaslik mevcut. Tanıyanmaslik var. Bugün dünyadaki falaketli insaniyetinin beşiğe gelgen bu musibetini İslam'dan başkası hal kılamaydı. Yahudizm hal kılalımız yok bütün musibetini kaldı. Hristiyan dini hal kılalımız yok, bu sade hal kılalımız yok. Siyasi nezaresi yok. Dünyavi nezaresi yok. Fakat ruhaniyetten ibaret. Komünist hal kılalımız dünyanın kapılığı. Liberalizmin halini görüp duruptuk. Yani biz sıçrası onun görüp duruptuk. Fakat insaniyeti kutkuzalaydıgan yol İslam dini. Ama bunaga itiqad qildigan, bunaga mansub e'lon qilgan musulmonlar islomning bu go'zalligidan mahrum. Ba'ular yo'qning arsida. G'aflat ichida o'ymoqda. Tarix bo'yi qaraydigan bo'lsak, bu yangi holat emas, tarixdan biri islohot harakatlari davomlashib keldi. Ya'ni musulmonlarning diniy tushanchisini yangilash, sharkat düşüncesi yanılar için ıslahat hareketleri davamlaşıp geldi. Bugün kunlikdimi İslam'ın güzelliğini takdim qilish için, tanıtış için bu ıslahat hareketleri yani özlüksiz halette davamlash lazım. En kemçil olayotgan narsamış. Özümüzni ıslah qilish. Bu diniga mansub bo'lgan odamlar dastlabda o'zini ıslah qilish lazım. Bu dinni bir tushunish lazım. Bu dinning faziletini, bu dinninki alem shumul güzelligini bir his qilish lazım. Başqalarga da'vat qilish, başqalarni to'ntishda ilgir. Xo'sh. Ammo bu yerga vaqtda ko'pinchimizning ahvoli pas. O'rganmaslik va o'qimaslik va izlanmaslik va tadqiq qilmaslik va shaklbozlik avj oldi. Buning misollarini ilgari ko'p to'xtaldik. Nima uchun islohot harakatlari o'zlikda davomlash lozimsa? Chunki bu din insoniyat uchun birdan-bir rahmat. İnsaniyatning chiqish yo'li bu dindir. İnsaniyatning omonlikqa erishishi, inson huquqi deb bugun bozor chalinayotgan bu nuqtalarning amaliy ish uchun islom dini maydonda ustunlikni egallaydi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bundan boshqasi bu chorani hal qilolmaydi. İnsaniyatda bugungi bu xafalıqdan hal qilinmaydi. İnsonga erkinlik, omonlik nuqtasini berolmaydi. Bir tarafda erkinlik olsa, bir tarafda tajovuzchilik, mustamliklik mavjud. Hech qanday biz buni inkor qilolmaydi. Agar siyosiy nazariyani, siyosiy falsafani tushunadigan bir so'z. Bu din insoniy ozodlik dini. Mustamlika dini emas. Mahkumlik dini emas. Qullikqa, xorlikqa bosh egib deydigan din emas. İnsoniy ozodlik dini. Kur'an-ı Kerim qarasak, "Lam yakunillazina kafaru min ahlil kitab vel müşrikine munfakkina hatta ta'tihum bayna." Ahli kitap yani Hristiyan, Yahudilardan bo'lgan bu kafirlar yoki bu müşriklar zalolatdan, ozg'unlikdan, xato yo'lni taq etmagan. Hatto payg'ambar kelgan qadar, hattoki Qur'on kelgan qadar bular haq yo'l qaysi, batil yo'l qaysi buni farq etmaydi. Shu bosqichga kelib qolgan. İnsaniyatni ozodlikka erishtiradigan yo'l bu. Dünyavi tinchlik sistemasini, tuzumini o'rnatadigan yo'l bu islom yo'li. Va in janahu lis-salmi fajnah. Agar bular tinch yashaymansa, tinchlik ahdinomizni o'rnatamansa, kelsa shu yerga. Yo'l bu. Falsafa bu. Nazariya bu, prinsip. Aqidamiz bu. Ammo biz nada bu din tinchlik yo'lini tanlagan kishilarga, ya'ni boshqalarga yaxshilik qildigan, ko'yindigan ish ag'irtadigan, adolat bilan muomala qiladigan bir din. U dinda olsun, bu dinda olsun o o'zidan ish. Muhimi tinchlikni tanlagan bo'lsa,
tajovuz qilmagan bo'lsa, dushmanlik qilmagan bo'lsa, uning bilan chiqishib yashaydigan berdi. Dunyoviy tinchlikning asosini o'rnatadigan berdi. Qur'oni Karim bu vaqtda la yanhaakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-din. Dininglarga chaqilmagan, aqidanglarga chaqilmagan, yurtinglarni, vataninglarni mustamlak qilib olmagan, sizlarni bugun qo'shib terib-eran qilib dunyoning har tarafiga chechib o'tmagan. Bunda bir odamlar bo'lsa, bunda bir millat bo'lsa, bunda bir xalq bo'lsa, bunda bir davlat bo'lsa, kafirlarni dininglarga chaqilmagan, aqidanglarga chaqilmagan, vataninglarga tajovuz qilmagan, millatlarni xo'rlamagan, dushmanlik qilmagan millat bo'lsa, ular qanchalik yaxshi muomala qilsa bo'ladi. Yani yüksek derecede yaxshi muomala qilsa bo'ladi birdi. Adil ish qilsa bo'ladi. Bu söyümlük ish. Bu en to'g'ri ish. Endi boshqalardan, ya'ni boshqa e'tiqodchilardan kimlar bilan bu darajadagi yaqinlashib ketish, bu darajadagi yaxshi munosabat qilish yoki opoq-chapoq kimlar bilan cheklansa, aqidak dushmanlik qilgan. Erkin holatda Alloh subhanahu va taolo ibodat qilishga cheklanib qo'yayotgan. Vataninglarni besib olgan, sizlarni yurtinglardan qo'g'lab chiqargan, har tarafdan sizlarni siqishga, bo'zaq qilishga, oq tarafdan, oldi tarafdan, ya istixbarat bir tarafdan hamkorlashgan bunday odamlar bo'lib qolsa, bular do'st chiqib bo'lmaydi. Bular bilan bir saf turishga bo'lmaydi. E'tiqod davosini qilgan bo'lsanglar, iymon davosini qilgan bo'lsanglar, sizlarning dunyoviy ijtimoiy yoki dunyoviy xalqaro munosabatda bu odamlarni bir saf turishga bo'lmaydi. Bularni do'st deb qarashga bo'lmaydi. Bular bilan birlik saf qurishga bo'lmaydi. Kim Xitoy bilan chiqib yashag'ini bo'ldi desa, mushular bilan apoq-chapoq bo'lib yashag'ini bo'ldi desa, tajovuzchi bo'lish bir sifati bilan bu kimsiz zolim. Dushman bu. Bu iblisning o'zi shu. Buni gapiga aldanmanglar dedi. Afsuski bugungi kunlikda Uyg'ur tili bilan so'zlaydigan, o'zini tadqiqotchi deb da'vo qilgan soxtpazlar Xitoychilikni, Xitoylashtirishni bir xil shaklda bozorga solmoqda. Ammo buni anqiralaydigan odamlar anqiranmaganlar palani unvon bilan, yanimsisi bilan uning kaynidan oldinib ketadi. Demak, gapimiz kelsak, islomning haqiqatini tushungan insonlar, islomning go'zalligini tushungan insonlar boshqalar, ya'ni musulmon bo'lmagan boshqa insonlar, boshqa millatlarga qat'iy dushmanlik qilmaydi. Ziyonkashlik qilmaydi. Boshqalar ziyonkashlik qilmoqchi bu musulmonlar qo'ldan boshqa millatga ziyon kelmaydi. Bu islomning falsafasi shuari bu. Prinsip. Qachoniki boshqalar qaysi tarafdan bo'lsin islomga dushmanlik qilsa, ziyonkashlik qilsa, bu yer musulmonlarningki qiladigan vazifasi uningga raddiya berish va uni to'sash. Chunki Qur'oni Karimda vaqatilu fi sabilillahi allazi yuqatilun. Jangni kim bilan qilamiz? Urushni kim bilan qilamiz? Jihadni kim bilan qilmasa, sizlarga qurol tanlagan. Sizlarga hujum qilgan, sizlarni besib olgan, qurol orqali sizlarni ezgan, kuchuk tayinib sizlarni bo'zaq qilgan, vataninglarni besib olgan, millatinglarni xo'rlagan, aqidanglarni haqoratlagan bu odamlarni urishinglar deb. Urush qildigani bu deb. Kafirda dunyodagi hammasi urushgan, unda ish yo'q buranda. İslamda mevcut emas bu ish. Kim bilan urush qilmasa, sana qurol ko'tagini urush qildi. Lekin wala ta'til. Onun qiyğından oshirib etmedi. O qiyğan eskilikni sen qilmadi. Uning dushmanligini to's, tajovuzchiligini to's, zulmiga qarishdi, ammo onadagi eskilikni sen qilmadi. Adolatni tiklab bo'ldi qildi. Innalloha la yuhibbul mutad. Avmanda eskilik qilgandiki deb, u eski sen qilsan Alloh yaxshi ko'rmaydi. Endi ba'zida xato tafsir qilib olgan bir oyatni, bugungi xato va ideya, xato nazariya shaklini oyatning izohatini. Vaqtulu maytaqibtum dedi. Bular nada ko'rsam o'tib turanglar dedi. Kimlar bu? Oyatning 5 va oxiri bor. Buning bog'lanishlik tarafi bor. Ya'ni sizlarni besib olgan, xo'sh, sizlarni turmalarga qamagan, vatanlarga tajovuz qilgan, yoki jang maydonida tutishib qolgan, rasmiy qurollar to'qnashib qolgan bu odamlar Meyl tağda olsun, bağda olsun, denizde olsun, asmanda uçkan olsun, hemisi uruş kılındı. Yani can meydakını hemisi can kılınlar dedi. Kandaktır bu ayette, kafir nerede o dünyada olup kalsa, onun düşmanlaşan deydiğin gep yok. Kafir nerede olsa öttürül deydiğin gep yok.
İslam kılıngan en çok hakaret, en çok düşmanlık. Ve Daesh ve Daesh'in etbalarına ibaret hata yolda kılanan felsefesi. Bu ideyadan, bu nazariyadan katı saklanış lazım. Yani düşmanlık kılıvatkan adamlar kim bolsun, qaysı milletten, qaysı devletten bolup qalsın, bunu tutuşqa vaqtыңlarda, bular näde körsаңlar? Sizlar kural tanıldımı? Bozak kıldımı? Ötedi. Sen bulur. Hakkınsın. Yani özünün hukukunu qoğdaş hakkın basının. Ve ahricum min haythu ahricum. Sizlar vatanlardan qoğlap çıqaran besip algan bolsa, sizlar bularni vatanlardan qoğlap çıqıp azat qılın vatanlarni dedi. Diyarыңlarni azat qo'llab chiqaring bularni. Müşrikdek sağıyıp oturalım demedi. Ya ki takdirim uşu ekan deb oturalım demedi. Ular veteran besip algan bolsa, sen qo'llab chiqa olun dedi. Bu İslam'ınki cihat nazariyesi bu. Siyasi nazar, ko'rish nazariyesi bu. Vel fitnetu aşaddu minel qatl. Lekin insanlarda bolsun ki aqidega hujum qilish, insanlarning aqidasiga to'sqinlik qilish, insanlarni dindan yondirish urinish, bugungi zamonning tili bo'yicha mingsini juyish, aqlni juyish harakatlari o'ttirib o'tganda yomon. Buning hargiz ma'qul deman, hargiz bosh egmani bo'linadi. Hakikaten. Demek bu güzellik bu güzel. Özünün hukukunu qo'llash, özünü müdafaa qilish, özünün mavjudligini tiklash, adalet sistemisini, adalet tüzümünü berbat qilish uchun bu özünü qo'llash intayin muhim edi. Bu hijil bo'lgan nuqta emas. Kaskin holat tutib bo'lgan nuqta. Bo'lmaqas bugun qo'shib dunyo sarkardan bo'lamiz. Bu din, yani İslam dini stratejiyalik taqobil tur tushunchasini olib o'tirib qo'ygandi. Yoki ishning oldini erish uchun oldi burun strategik planni tuzib bo'lgan bir din. Yani nima demoqchisi? Chunki dinimiz musulmon bo'lgan insonni qaysi tarafdan bo'lmasin puxta tayyorlab qilish buyuradi. Dushman ishkimdan oldi kelgan chog'da oy chiqaman deb o'tadi. Dushman chegaraga putda ko'tiraman deb o'tadi demadi. Her qanday vaqtda kecha olsun, kunduz olsun, qaysi davr yashagan qat nazar sende boy imkoniyatni tayyorlikni puxta qiladi. Siyosiy jihatdan, harbiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, fikriy jihatdan, falsafiy jihatdan, tasavvur jihatdan, ijtimoiy va boshqa taraflardan kuchlik bo'ldi. Hamma tarafdan kuchlik bo'ldi. Dinning buyrug'i. So'lash, bo'shmayacağız bu adamning dindan qo'shi yo'q. Bu yaxshi ko'rilgan insonlarning jumlasida emas bu bosh mijozlar. Chunki imkoniyatning yetishicha tayyorlik qilish bu dushmanning tajovuzchiligini oldini oladi. Xo'sh. Dushmanga qo'rqinch paydo qiladi. Paydo qiladi qilmamdi? Turhibuna bihi aduvallahi. Ve düşmanninki hücum qilish plani o'qas ming qatim o'yga soldi. Hücum qilaymi qilmaymi? Bu davlat besib olaymi, besib olmaymi deb ming qatim o'yga soldi. Qachoniki strategik taqobil turish sistemasi yoki bu planga musulmonlar amal qilgancha. Xo'sh. Bu ya ruhiy jihatdan kuch-quvvat yo'q, iroda jihatdan, yoki fikriy jihatdan kuch-quvvat yo'q, yoki siyosat yo'q, yoki iqtisod yo'q, yoki harbiy jihat yo'q. Vaqt nima bo'lmoqchi? O vaqtda ayetning tamam bo'yicha dushmandan qo'rqib yashaydigan qo'rqinchaq ruh shu vaqt shakllandi. Demak bu islomning go'zalligiga amal qilmagan ekan. İslamning go'zalligini tonishtiradigan bu yo'lga itoat qilmagan ekan bo'ladigan ahvol bu bugünkidek. Xo'sh. Shunga bugungi musulmonlar yenidan yana bir bosh ko'tarib chiqish uchun o'zining mavjudligini saqlab dunyoning adolati, dunyoninki marhamati, dünyanın amallık tinçliği fakat İslam'ın ko'rsatmasida deyish uchun dastlab musulmonlar İslam'ni bir tushunish lazım. İslam'ni tushungan vaqtda shumuliy holatda bir butun bir tushunish lazım. To'g'ri tushunganda ya ibodat qismini tushunganda biz bu yetmaydi. Yoki axloq nazarida tushungan bu yetmaydi. Yoki siyosiy nazarda bu yetmaydi. Bir musulmon bo'lib bilan İslam'ni bir butun holatda hamma tarafdan bir tushunish lazım. Akide taraftan, ibadet taraftan, ahlak taraftan, fikri taraftan, siyasi nazariya taraftan, dünya qarash taraftan, ijtimoiy, jamiyatshunaslik nuqtasidan qaysi tarafdan qarasa bir tushunish lazım. İşte bir şey. Asl sap manbasidan bir tushunish lazım.
İslamның maqsadlariga rioya qilish lozim. O'zi musulmon amma qilayotgan islomning maqsad qilib bo'lib qolsa, bu chang to'zangni qo'ndirganlar, ya'ni musulmon bo'l. İslamның güzelligini kundilik hayotida emili bir ifodalash lozim. Aqida jihatdan bo'lsin, fikriy jihatdan bo'lsin, axloqiy jihatdan bo'lsin, iqtisodiy jihat, siyosiy jihatdan bo'lsin bir axloqini bir ifodalash lozim. İslamның erkinlik deymiz, adalet deymiz, barobarlik, keng qo'saqlik, dunyovilik, inson huquqat isal qarmaslik ve medeniyet yaratish, dunyoni isloh qilish, gullantirish iborat. Bu qimmat qarashlarga ham buni bir rioya qilish lozim. Bunaqa sal qarab qolib qolsa, yana islomga chang qo'ndirganlar, yana musulmon bo'lgan bo'l. Boshqalarning ko'zini g'uva ko'rsatganlar musulmon bo'lgan bo'l. Yana bu yerda islomni go'zal holatda taqdim qilish uchun ilmiy jihatdan, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va texnik jihatdan musulmonlar bu yerda olg'a bosish lozim. Hech bo'lmagan vaqtida faqat biz hidoyatni taqdim qildigan odam deb qarab o'tmasdan, hech bo'lmagan chog'da o'zininki huddisini o'zi chiqaradigan, o'zining holidan o'zi chiqaradigan bir dushman qadam bosib qolsa, uning taqobil to'g'ridek nas keraklarga o'zi ishlab chiqara oladigan az bo'lgan chog'da bu narsaga egoz bu musulmonlar majbur. Hammadan muhimi hidoyatni tunishtirish, hidoyat tash. Buni tunishtirish uchun o'zida kuchi olmasa, o'zida jonliq holati ko'rsatilmasa, qilmaydi. O'zi kuchli qo'ymay turib boshqalar deymi? Ammo afsus bugungilik qarasa, Turkiyaning holi qarsak, burunqidan juda yaxshilandi harbiy jihat. Ammo yetarlik emas. Ya'ni dushmanlar qarta yetarlik emas. Men uni qo'yib tursam, bugun kunlikda bizning ba'zilar uni qilib berish lozim, buni qilib berish lozim. Shuni hammasini aytib qo'yadi. Endi reallik bu yerda aqlash nuqtasi emas, emniyet nuqtasi. O'zi kuch qo'mmay turib boshqalar deymi? Ammo o'zimizdan hali abga, o'zimizdan hali nachar, emel yo'q, yig'lashva boshqalarga butun mas'uliyatni atib qo'yishdak asan bir yo'l topib oldik. U unda qilib berganmiz, bu bunda bo'ldi, bu bunda qilib berganmiz, bunda bo'ldi deydigan shikoyatchi. Dardman bir xato yo'lga kirib oldik. Demak, islomning yuqoriqidek bir sog'lom shakl tushungan vaqtida, shu bo'yicha amal qilgan vaqtida va shunday boshqalarga taqdim qiladigan vaqtida nima yuz berdi bo'lsa, bugungi tashviqot ozdurishlarga uchragan insonlar dunyoviy iqtisod jazonisi bilan iqtisod sistemasining ostidan bosh ko'tarolmay tap qolgan millatlar va yeni davr mustamlikasini tajovuzchilikninki tahdidlarga duch kelayotgan millatlar qutulish uchun islomga talpin etdi. Xo'sh, bugun talpin o'tam tursa yo'q. Nimaga talpin? Musulmonlar o'zini qutqizolmagan tursa, mustabidlikdan qutqizolmagan tursa, mustamlikadan qutqizolmagan tursa, iqtisodiy dunyoviy jazo sistemasini o'zi qutqizolmagan tursa, yana bizdan qutqizam, nimaga talpin? Chiqish yo'li bu. Lekin musulmon dastlabki bir uyg'onish lozim. O'zining mavjudligini, o'zining kimligini maydonda bir isbotlash lozim. O'zida ko'rish lozim. Men bunday odam, islomning ma'nosi men bor deb namoyon qilsin. U vaqtda boshqalar talpin. U vaqtda boshqalarni islomga da'vat qilgani chaqirgan bo'ladi. Demak, bugun kunlikda musulmonlarga eng zo'ri bo'layotgan narsa islomni go'zal shaklda dastlabki o'zi bir tushunch. Hammadan muhim tushunch. Xo'sh. Islomga hamma tarafdan amal qilish. Besh namoz bilan tutmaydi musulmonlik majburiyati. Yoki bir Ramazon tutib qo'yishdan tugamaydi musulmonlik majburiyati. Islom axloqini shaxsiy hayotida bir namoyon qilish ve İslam'ın dünyaya güzel şekilde bir takdim kılış bugünkü Müslümanların en ciddi ihtiyaçlarından birisi. Eğer biz bu noktalara dikkat kılmasak, buna itibar vermesek, ehmiyet vermesek, o vaxtda İslam'ın tüpsünü yögep koygan çang tozan koşar, çang tozanın katarını orun alımız, o vaxt başkalarının İslam kirişige, İslam boyunca yaşışıga biz tozkıllık kılgan boluz. Demişka bizden ebgalıkımız, bizden leşmeyeceğizlikimiz, bizim özümüzden himmetsizlik, boşanlıkı İslam'a çang tozan kontrol. Demek biz İslam'da bu çang tozanı silip öteyli, yani tazlı öteyli, pakizli öteylesek destlapta özümüzden bir pak adam kılaydı. Güzel bir adam kılaydı. O vaxtda İslam'ın güzelliği, malumende ortaya çıkıyordu. Başka milletlerin İslam'ı o vaxtda da davet kıyın. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Ayet tefsiri içip verildi de. Qarayman, Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz
yani so'zlab o'tilgan mazmunlar haqiqatan har birimizning jiddiy o'ylanishig'a tegishli bo'lgan masalalar deganimdek abayim dedim. Qancha soatlab program qilsak tugamaydigan bir tema aslida bu. Haqiqatan o'zimizda o'zgartirishga tegishli bo'lgan, o'zimiz kallamizni silkib o'tishimiz kerak bo'lgan. Shundoq bir amaliyotda, ya'ni dunyoda hech kimning qo'lida yo'q bir musulmonlar aslida büyük bir angushtar qo'lida bor kishilarimiz aslida. Ama bunun üstüge şu özümüzden hata düşünceleri en başta özümüzden bu dinimizde umumi şekilde düşünüşümüzden kaçık muhim hikâyedeki. Oylap bakayla ta bizde şunda en güçleri bu başkalar ve İslam'ın düşmanları bunu karılaş için bugünkü en terakki kılan devirde mi? Çünkü bu hakimiyet beşiğe, bu insanlar bu dinle hakiki reveşte aşı güzelliği Allah düşürgen şekildeki güzelliği bilen insaniyet bilip kalsa bu devletteki bu tahtimiz bugünkü hükümran sınıflar dünyadaki en çok güçlü. Özümüzden bu insanlarını sömürüş, insanlarını kul kılıp bir türküm kişilerinin bayağı şartlıkı kurulgan bütün insaniyet bilgen kandak kün kep kalgalığımızı hemimiz bilimiz. Bu en güçlerinin yoruqlıqı çıkmaslığı, insanların bunu doğru şekilde düşürmesliği için bütün küçü bilen film sahasına karşısanız mı büyük teşvikat vasıtalarının hemmisini işiltip durup Müslümanların içindeki hatta Müslümanların içindeki adamlarını sevip durup İslam'ın xunuk görüstüş, buzuş için aşı halklarını İslam'dan yirgendiriş için özü izivatkan, özü başkuruvatkan bu halklarını bütün küçü bilen bu İslam'ın nurunu yepiş için hareket kılıvatkanlığını bir akıl ilgisi bilgen bilemeydiğin derecede emez. Her sahada kılıvatıdır. Nima üçün? Bu en güçler yorulukka çıkmasın. Biz taxtimizde özümüzdeki insaniyetini o qiyinli şümürgendek şümürüşümüz devam kılsın. İnsaniyet müşünde mahsun dep qılıvatqanlıqı eniq bir meseledir. Bunu her qandığımız sezaleyimiz. Şuna kolumuzdaki bu en güçlerini en güzel şekilde düşüngenimizde başkalarına hem en güzel xuddi tarixte bo'lgandek yeli hem nurgun az sandı bolsunmu şu güzel ahlaklık İslam'da hakiki yaşayan minvatkan Kur'an'daki bütün ahlakı hem mecadetin mangan Müslümanlardan şuların ahlakıdan təsirlenip yakı olmasa İslam'da özü İslam'ın menbəsiden ögünüp yüzligen her yeri onmanlıgan Müslümanlar başka dindekiler yani Müslüman bulmaganlar İslam'a kirvatıdı bu İslam'ın nurunu kafirler her kança itimendisi mi yok kılımendisi mi bu Allah'ın vədisi bu işi aşkarı bulup meyvatıdır. Ama biz Müslümanlar mı qana qilishimiz gerek bununla texinbek həs qoşup özümüzden dini talep qan şekilde yaşayışımız gerek. Şunun için bu derslerini kılıvatımız Rabbim inşallah nesibimizin erişqan nesip olsun deyimiz. Allah ömür bəsi aldığımızdaki sanda aldığımız görüşükçe aman bu başlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.